Bu dargoh O'zbekiston uchun juda ham qadrli dargoh. Tashkil etilganidan buyon jamiyatimizdagi o'ziga bo'lgan talabni, zaruratni va vazifalarni eng yuqori darajada shakllantira olayotgan bir dargoh. Hurmatli vatandoshlar, Konstitutsiya kunini katta bayram bo'lishi uchun erishishimiz kerak. Bu maqsad har birimizni o'zimizni istagimiz va intilishimiz bilan bog'liq bo'ladi. Agar har birimiz o'z huquq va majburiyatlarimizni anglasak, har doim kutubxonamizda birinchi qatorlarida konstitutsiya bo'lsa va u konstitutsiyani hurmat qilgan holda amal qilishga erisha olsak, o'zimizning atrofimizdagi odamlarga uni anglata olsak, ana o'sha jamiyatda demak ham huquqiy tafakkur, ham vatanparvarlikning haqiqiy inikosi ko'ringan bo'ladi va bunday jamiyat albatta mustahkam va qudratli davlat bo'ladi, jamiyat bo'ladi. Biz o'sha yangi tahrirda qabul qilgan konstitutsiyamizni biz hammamiz siz bilan birgalikda qabul qilganmiz. Har bitta moddasida O'zbekistonda yashayotgan har bitta fuqaroni ichidagi dardi, xavotiri va orzu-umidlari aks ettirilgan. Shu ko'z bilan qarashimiz kerak. Qachon shu ko'z bilan qarasak, shunaqa oson o'qiladi, shunaqa oson tushunish uni. Hammanglarni yana bir bor bayram bilan tabriklayman. O'zbekistonimizning mustaqilligi abadiy bo'lsin. O'zbek xalqi doimo baxtli va farovon, boshini tik, qaddini tik tutgan holda qiyomatgacha mavjud bo'lsin.